olma sirkasi ozish uchun qanaqa qilib ichamiz yoki haqiqatdan ham ozdiradimi? Endi mana shuncha yillik tajribani ichida baribir ko'rib yuribsiz bu narsani. Siz aytsangiz agar o'shani tushuntirib, juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, olma sirkani iste'mol qilishlik o'sha ozdirishga birinchi tavsiyamiz 150 gram isitilgan, qaynatilgan suvni sal ilitib turib 2 qoshiq qo'shib nahorda ichiladi. Ha, iliq bo'lishi shart-ku bu, ha, shu eritish. Xom suvga basda. Qaynagan kiptok, faqat o'rtacha sovutib olingan. Iliqroq qilib olingan. Iliqroq qilib turib, o'shanga 2 qoshiq qo'shib turib, och qoringa ichiladi. Ashunda bu olma sirkasini ichib ozishlikni eng asosiy sabablaridan bittasi boshqa ximiya tomonlardan ozayotganlar ham serob. Ularni qarasiz terilari osilib xunuk bo'lib ketadi. Ayollarda. Bor bu narsa. Olma sirkasini ichib ozganlarda terisi birovli tortali, tarang bo'lib, iniga oziydi.